Dadasi, sizga nima bo'ldi? Bu jiyaninchi bizdan sharmanda qildi-yu. Nega? Tadbirdan keyin bizdan so'ragan pulni ko'rdingmi? Salkam bitta mashinani puliga. Voy. Shunga yarasha zo'r qildik-ku, zato. Zo'r qilmay o'lsin. Terimizni ham shilib oldi. O'g'illarimizni yonidagi bor pullar bilan tengma-teng bo'ldi. Savob, haqqisi rost. Qo'ying endi dadasi. Endi haligi endi u ham bir chiqib ketdi-de. Endi o'g'illaringni yonidagi pullarga tegmaymiz. Voy. Ha. Xo'p. Yordam berish uchun bir oy ro'zg'orni o'zimiz ko'taramiz, xo'pmi? Voy dadasi. Ko'taramiz dedim. Mana. Yonimda bor pul shu. Mana shu pulni bir oyga yetkazamiz. Voy dadasi. Bu pulni nimaga yetkaziraman? Hay. Akajonim, alaykum assalom. Adasi, to'xta. Voy, shu yerga kelarkansiz-ku. Menga qarang. Bular bir hafta yo'q bo'lib ketdilar, to'g'rimi? Topgan pulingiz qani desam? Hali olmadim deydilar. Nima? Bular tekinga ishladilarmi? Nega tekinga ishlaydi? Ha, endi erkak kishi bo'lgandan keyin uyga pul olib keladi-da endi, ha? Nima? Tekinga ishlaydigan odamga o'xshaymanmi men? O'xshaysiz. Bo'ladi. Voy, erkak kishi topib. Mana o'sha pul. Hay, peshona teri deyishadi, между прочим, buni tushundingmi? Mana jaraq pul. Dollar edi, so'm qilib bering deb olib chiqdim akamga, Voy, yo'ldoshjon, bu nima qilganingiz? Ro'zg'orimni pulingiz-ku. Pulni oling. Oilam ketmadi, yo'q demang. Chakaga o'tsin shuni. Qarang, unutmayman aka, xo'p. Xotiningga tushunmaysanmi? Xo'p, yo'qoling. Puli-ku. Siz opam deganman, iltimos. Bitta oila buzilib ketmasin. G'alati ekansiz. Oldini olaylik, opa. Opam deganmi deysiz? Bechora. Voy, dadaka ishlamagan. Shundoq ko'rinib turibdi keling. Pulingiz cho'q ko'p. Zo'r ishlagan edim, premiyani berib tashlashdi. Men bilan hazillashmagan tushundingmi? Qaysi kurishdan qilding oshni? Voy, devziradan qilganman, devziradan yo'q qilib. Bir kosa olib chiqaman, bir kosa. Voy, nega siz ham darrov oldindan pulni chiqarib qo'ydingiz? Demak, qattan bilaman. Bu nima bo'ldi? Shikalat bo'ldi. Hayotim voqealarga to'la, so'zlab beray ozmoz bir yo'la. Aslida erkak to'y qizcha edim, choy ham quyolmas eplab piyola. Yangi oilam bir ajoyib, o'zim bilan ajoyib bu g'aroyib. Beka bo'lib voy ancha muncha voy, ishlar o'rganib oldim olg'ayib. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Kechalari jim xayol suraman, seni o'ylab har kun yolg'iz yuraman. Faqat buni sen jonim nega bilmaysan? Yo'llaringga zim qarab qolaman, qayga ketasan deb o'yga tolaman. Sezasan lekin buni sen nega kelmaysan? Dona ko'zi marjona, dona yuragimni etma vayrona. Baribir bir kun seni
o'zing sevgim yuragimdasan. Qayda bo'lsang har dam ortingdan boray, bosgan izlaringni gulga to'ldiray. Sen qalbimdasan va orzu tilagimdasan. Dona 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 ko'zi marjona, dona yuragimni etma vayrona. Baribir bir kun seni olib ketaman. Dona 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 so'zlari dona, nozar etib meni etma hayrona. Yolg'iz sen bilan go'zalim baxtga yetaman. Shu ishlar kerakmi-da? Bu ishlarning oxiri voy bo'lishini nahotki sezmagan bo'lsang? Axir sehr jodu bilan kimlarni ishontirasan? Yana Olovuddin chirog'imish. Ularni o'ylamadingmi? Qaynotingni, qaynonangni, qaynsingllaringni ularda nima ayb? Bir yaxshi yashab yurgan ovsiningda nima ayb? Qaynonamni oldilariga kirib, sizlarni o'z holingizga qaytaraman desammikin? Yo'q, ishonishmaydi. Unda hamma gapni ovsinimga aytganim ma'qul. Bu ham bo'lmaydi. Ovsinimga aytsammikin? Yo'q, ovsinim aytib qo'yadi. Oyijonimga telefon qilsammikin? Yo'q, bu variant ham bo'lmaydi. Nima qilsammikin? Gullasa gullar. Yuragim siqilib ketyapti. Ko'chaga chiqsammikin? Yoki oyimnikiga bahona qilib ketaversammikin? Yuragim siqilib ketdi. Mayli, nima bo'lsa bo'lar. Har holda yuragim bo'shaydi. Ovsinimga aytaman. Bir gap bo'lar, peshonamdan ko'raman. Ovsin? 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 Kichik kelinxon, tinchlikmi?
Nima bo'ldi? Tong saharlab turyapsiz. Yoki kechasi yomon tushlar, yomon ishlar qildingizmi? Sizga gapirgin, qochgin. Sizga faqat kulgu bo'lsa bo'ldi. Xo'p, unda nima bo'lganini gapiring-da. Mushukka o'xshab turmasdan shumshay. Ovsin. Sizga bitta sirni aytmoqchiman. Hozir sirni aytib qo'ysa, men saqlay olamanmi? Nimani o'ylayapsiz? Sizga gapiryapman. Qarab turishingizni. Ayting. Gapiring. Faqat hech kimga aytib qo'ymang. Sizni uyga qaytib kelishingizda, qaynisingilarimizni uzatilishida, oyijon bilan dadajonni o'zgarib qolishida meni qo'lim bor. Sizni ham Sevara Soliyevadagi aktrisa bo'lishingizni men xohlaganman. Gapni ham olasiz, Ovsin. Bir odamni ishontiradigan gaplardan gapirsangiz-chi. Meni Sevara Soliyevaga o'xshatgan bo'lsangiz, o'zingizni Nargiza Salmonovaga o'xshating. Sobirjonni Azamat Ahrorovga o'xshatib qo'ying. Hammamiz aktyorlar oilasidan bo'lamiz. Men sizga dardimni aytsam, kulishingizni qarang. Men sizga rostini aytyapman. Ishonmasangiz, chiqing-da, oynaga qarang. Chiqing, bo'ling. Xo'p. Oynasi ham o'ziga o'xshagan qaysar. Ha, Ovsin? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Rangingiz oqarib ketibdi. Sal boshqacha bo'lgan deyman. Rangim oqarib, boshim sal qiziyapti. Voy boshim. Voy. Ovsin? Ovsin? Hey. Turing. Sizga nima bo'ldi? Turing o'rningizdan. Shalpayib yotishingizni qarang. Tursangiz-chi? Sizga nima bo'ldi? Hozir uydagilar chiqib qolishadi. Turing. O'zim ham hayron bo'ldim. Kelganimdan beri boshqacharoq bo'lib qolganimmi? Meni nazarimda boshqacha-dek. Bir-ikki marta ichishga urindim, lekin eta olmadim. Sevara Soliyevaga o'xshagan deyman. Sezmaganimni qarang. Sizga aytdim-ku, shunaqa bo'lib qoldi. Boshda men ham ishonmadim, keyin ishoning zo'rg'a ko'nikdim. Ovsin, bunaqa katta sirni men ko'tarib yura olmayman. Turing, yordamlashing, bo'lmasa o'lib qolaman. Men ham bunaqa sir ko'tara olmayman. Men ham bu sirni oyimga aytmasam, o'lib qolaman. O xotin. Tinchlikmi? Aytiraoningdan. Aytdim kechalari yo'q bo'lib qoladi desam, hovliga o'tarkansan-da. Senga aytyapman, tur. Aytiraoningdan, tur. Uyalmaysanmi? Dildor. Nima qilyapsizlar? Mamma? Ha? Ovsinimni uyg'otyapman. Turing, Ovsin. Yotavermasdan yalpayib. Bor, tur dedim. Yo'q. Men ham rost aytdim. Turing, hozir chiqib qolishadi. Yotavermen desam, yotib oldilar mana shunaqa qilib. Ovsin, siz Kats ichkidan ham battar ekansiz. Turinglar, uyalmaysizlarmi? Nonushta tayyorlaylar, hozir oyim chiqadilar. Choypoyga qaralaring.
Sizga aniq nomerini berganmi? Ha, bergandi. Nimagadir ko'tarmayapti. Qani telefon qilingchi? Hozir. Ana. Nima qilyapsiz? Telefon qilyapman. Voy, shunaqa? Telefon qiladi. Undan ko'ra ovsin, siz darvozaga qarab turing. O'ynab kirib kelib qolishi mumkin. U sizni aldayapti. Kelmayapti-ku. To'xtang, unda boshqatdan yana chaqiraman. Chaqiring. Hey. O'zi sizni gapingizga menda guvoh kerak olsin. Hey. Undan ko'ra uni manzilini bilasizmi? Undan ko'ra uni izlab borish kerak. Bo'lmasa, siz oyijonimlarga choy tayyorlab turing. Men qidirib kelaman, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti. Hayotim voqealarga to'la, so'zlab beray ozmoz bir yo'la. Aslida erkatoy qizcha edim, choy ham qiyolmas eplab piyola. Yangi oila bir ajoyib, o'zim bilan ajoyib u g'aroyib. Beka bo'lib voy ancha muncha voy, ishlar o'rganib oldim ulg'ayib. Voy juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Biroz chiqarib, kelinligim esimdan chiqib, shoh kulaman ovoz chiqarib, uchib yurarman goh osmonda, aldab qo'yarman har zamonda. Oyijonim erka kelinaman, ana shunaqa gaplar biz tomonda. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelanchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelinchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelinchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelinchak demanglar meni, shundayligimcha baxtiyorman. Juda shohman, beg'uborman, yomonligim yo'q, beozorman. Baxmoq kelinchak demanglar meni, shundayligimcha Ichkarida xizmatda. To'g'ri topganman, Xudoga shukr. Oy, Xudoga shukr, hech nima qilmadi. Bu yoqqa. O'zi qo'limdan tushib ketganda uyg'onsa ham bo'lardi. Mana hozir.
Mana senga olam gul. Etagingga bemalol yurishini chaqirsam ham hozir ko'rsatib qo'yaman. Etagingga Hejin. Nimaga? Chaqirsam kelmadingiz? Menga vizib kelgani yo'q. Hayır, haligi telefonim Jin Telekom kompaniyasidan. Antenna yaxshi olmagandir. Yo'q. Aldama. Aldaganim yo'q. Aytganlarim esingdami? O'shalarni hammasini joyiga qaytar. Tushundingmi? Qaysi? Qaynonam, qaynotam. Ovsinim. Hammasini ortiga qaytar. Joy-joyiga qo'yib qo'y. Bugun ishlarim ko'p. Boshim og'ritmang, keyin qilamiz. Hozir men dachalarga qarashim kerak. Dacha-paching bilan ishim yo'q. Bo'lmasa? Yo'q. Bo'ldi. Nima qilish kerak? Orqaga qaytar. Hammasini o'z holiga. Bo'l. Faqat shunday javob bering. Mallamo, jingala. Ana bo'ldi. Faqat haligi ovsiniz Sevara Soliyevaga o'xshab qoldi. Nimaga? Chunki haligi yana boshqatdan charter reys qilish kerak. Viza urdirish kerak, yana ovoragarchilik, samolyotga o'tkazib olib kelishga xarajatim yo'q. Mayli. Ovsinim qolsa ham bo'ladi. Bo'ladimi? Shunga ham chiqishib qoldik. Eng asosiysi g'iybat qilmaydi. Menga ham yoqadi. Sevara Soliyeva. Agar qolganlar qaytmagan bo'lsa, bilasan-a? Yo'q. Tushundingmi? Bo'l. Men hozir uyga borib, jinlarcha gapiradi. Faqat shunday javormagin, iltimos. Ko'rdim. Jinlarni bitta gapirganini. Endi bir bo'p qoldi-da. Xudo! 650 yil yashab, bunaqa qaysar kelinni ko'rmaganman. Qachon uyimga ketaman? Ey, tezlash. Eshitding-a? Xo'p dedim-ku. Xudo! Qachon uyga ketaman? O'chir. Algarski ekan-u. Men chiroqni deb o'ylayman. Kelin, chiroqni ehtiyot qiling. Aytganimni qil. Xo'p dedim-u. Namuncha xotinlarni yaxshi ko'rasanlar, Yo qo'rqasanlarmi? Tavba, bu kelinlarga ham hayronman. Biri ketsa, ikkinchisi orqasidan ergashadi. Bittasi shu yerda qolsa bo'lmaydimi? Menga qaralaring. Senlar er bo'lib, xotinlaringni sal tergasalaring bo'lmaydimi? Qanaqa ersanlar o'zi? Oyi, homilador bo'lsa, Sarkoniga qarash kerak edi. Jonga kelib ketdilaring. Ana keldi. Voy, oyijon. Sizmisiz? Yo'q, qo'shningizni qaynonasiman. Hozirgina sizlarni erchalaringizga maqtab turdim. Juda maqtab turdim. Voy, o'zim oyijonim. Rahmat. Tinchlikmi? Hayotim voqealarga to'la, so'zlab beray ozmoz bir yo'la. Aslida erkatoy qizcha edim, choy ham qiyolmas seplab piyola. Yangi oilam bir ajoyib, o'zim bilan ajoyib g'aroyib. Beka